Qashqadaryo viloyatida sodir bo'lgan mazkur yo'l transport hodisasi keng jamoatchilik e'tiborini tortdi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, voqea 17-oktyabr kuni soat 5 larda ro'y bergan. Surxondaryo viloyatida yashovchi fuqaro A.S. boshqaruvidagi Isuzu rusumli yuk avtomobili Qashqadaryo viloyatining Ko'kdara tumani hududidan o'tuvchi A378-G'uzor-Samarqand avtomobil yo'lining 105-kilometrda harakatlanib ketayotgan paytda qo'ylar podasiga duch kelgan. Avtomobil qo'ylarni urib yuborgani natijasida 95 bosh qo'y zararlangani aniqlangan. Ushbu hodisa yo'l transport qoidalarining buzilishi yoki haydovchining yetarli darajada ehtiyotsizligi sababli yuz bergan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Holat yo'l xavfsizligiga rioya qilish, chora-mollarini olib o'tishdagi ehtiyotkorlik va qoidalarni qat'iy bajarish zaruriyatini yana bir bor eslatib o'tdi. Chunki bunday hodisalar nafaqat mol-mulk zarariga, balki insonlar hayoti va sog'lig'iga ham xavf tug'dirishi mumkin.